bog'chaga pardo bermaganim bolamni autizmligini bilishimga sabab bo'lgan. Saydlar oddiy bog'chaga chiqqani uchun, bolam boshqa bolalardan farq qilgani uchun men endi bog'chalarga nimadir olib berib, shu bolamga yaxshi qarasin deb bog'chalarga podarkalar berib yurardim-da. Keyin bir kun mana shu parda qilishimiz kerak, bog'chaga parda qilib berasizlarmi deb aytishgan. Men voy endi shuncha narsa qilamiz-ku, endi parda qilib berish shart ekanmi deb indamay ketganman-da. Chunki bolani o'sha chiqqani bo'yicha, bog'chaga chiqqani bo'yicha o'sha gruppada qovurganda, o'zi tengilib sekin-sekin tepaga chiqib ketaverishganda. O'sha biza tepa gruppaga olishimiz kerak bolani. Nima qilasiz? Agar olib bersangiz qoladi bizada deyishgan. Keyin shu bilan yo'q, anaqa olib bera olmas ekanmiz deb aytganimda, keyin bo'ldi tepa gruppaga olamiz deyishgan. Keyin tepa gruppaga bolani olishgan. Yangi bog'cha bo'lgan, yangi bolalar bo'lgan. Saydulloh qabul qilishmagan. Bog'cha yo'q, bu bizani bolamiz emas, men bu bolani eplay olmayman. Bolangizni olib keting bu yerdan degan. Men yo'q, nimaga ekan? Mashtim bola o'rgangan shu bog'chaga chiqadi deb turib olganman. Keyin Zabidishni chaqirishgan bolani anaqa nevropatologlarni, komissiyalar chaqirishgan. Bo'ldi, agar shu komissiyalardan o'tsa qoladi bolangiz, o'tmasa qolmaydi deyishganda. Keyin shu bilan komissiyalar ham bola boshqacha bolada zadержка ketyapti. Buni shu spets bog'chaga berishingiz kerak deb mana shunaqa qilib bolamni chiqarib yuborishgan.